Andijon viloyati Izboskan tumani Angold klasteriga tegishli maydonlar, paxta maydonlarida turibmiz. 2236 gektar paxta maydoni bor. Biz bu yil boshidan beri Agroxizmatlar markazi bilan hamkorlikda ish olib bordik. Hozir shuni mamnuniyat bilan aytmoqchiman. Ilmiy asoslangan dehqonchilik mana xudo xolasa o'z samarasini berishni boshladi. Xudo xolasa respublikada birinchilardan bo'lib nasib bo'lsa mana paxta gullari ochildi. Endi biz shu munosabat bilan Andijon viloyati Agroxizmatlar rahbariyatiga va respublika Agroxizmatlar markaziga o'z minnatdorchiligimizni klaster rahbariyati tomonidan yetkazmoqchiman. Xudo xolasa bundan keyin ham birgalikda ish olib boramiz degan umiddamiz.